Zot burchi vakillarini dekabr oyida nimalar kutmoqda? Ya'niki Sumbula, Parizod burchlarimizni dekabr oyida nimalar kutyapti? 24-avgustdan demak 23-sentyabrgacha bo'lgan kunlarda tug'ilgan kunini nishonlaydiganlar Parizod burchiga kirishadi. Demak, bu rohiba Taro shaxsiy bog'lanish uchun nomerim eslatib o'taman. 90li 930 0907. Telegram, WhatsAppdan javob beraman. Demak, Parizod burchi vakillari energiyasi dekabrda imperator. Juda ham zo'r. Parizod burchi demak vakillari shaxsiy hayoti dekabrda. Parizod burchi vakillari ish yo'llari, pul yo'llari dekabrda. Parizod burchi vakillari sog'lig'i dekabrda. Juda ham yaxshi. Parizod burchi vakillari nimadan ehtiyot bo'lish kerak dekabr oyida? Demak, Parizod burchi vakillarini energiyasi dekabr oyida. Karta imperator. Bu yerda bizni imperatorimiz tasvirlangan, qirolimiz. Ya'niki bu lider qirolning kartasi hisoblanadi. Demak, energiyangizda biz ko'rishimiz mumkin. Liderliksiz tronda bo'lasiz, mana tronda o'tirganini ko'ryapsiz. Hukmron bo'lishingiz, hukmronlik kuchi demak katta bo'lishini ko'ryapmiz energiyangizda. Dekabrda demak hamma ishni o'zingiz nazorat qilasiz. Ishlarda demak qat'iyat, to'g'ri qadam, kuchli iroda bo'ladi deb ko'rsatyapti bizga energiyangizda. Demak, moliyaviy jihatdan ham, munosabatlarda ham hammasini o'zingiz nazorat qilasiz deb ko'rsatyapti bizga kartalar. Demak, shaxsiy hayotingizda bo'ladigan bo'lsak, bu yerda Semyorka kubkov kartamiz tasvirlangan. Demak, bu yerda yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar, bo'ydoqlar uchun nima deydi bu kartamiz? Sizga demak bir nechta variantlar chiqadi. Lekin hamma variantlar ham aniq emas. Ya'niki variant chiqdi degani bu sizni hayotingizga o'sha munosabat, o'sha inson bilan munosabat qilasiz degani emas. Ya'niki bu yerda jiddiy munosabatda bo'lmagan insonlar ham variant bo'ladi deb ko'rsatyapti. Demak, yana haqiqiy muhabbat bo'lmay turib, faqat o'sha qiziqishi mumkin deb ham kartalarimiz bizga ko'rsatadi. Shu narsaga demak e'tiborliroq bo'ling. Variantlar chiqqanda orasidan haqiqiysini tanlab olgani. Demak, endi oila qurganlarga nima deydi bizga bu karta? Semyorka kubkov demak turmushda tushunmovsizlik, ozgina tushunarsiz fikrlar bo'ladi deb ko'rsatadi. Ya'niki o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan bir-biringizni noto'g'ri tushunishlik xavfi bor. Juda ham ko'p bu yerda ortiqcha shubha bo'lishi mumkin deb ko'rsatadi. Ya'niki demak shubhalanmaslikka, o'sha partnyoringizdan shubhalanmaslikka harakat qiling deb bizga kartalar ogohlantirish beryapti. Bu yerda qandaydir partnyoringizga nisbatan juda ham shubhalanish ko'p bo'ladi. Endi ishda nimalar kutyapti deb ko'rib oladigan bo'lsak, To'z Michi kartamiz tasvirlangan, aniq qarorlar, yangi yo'l. Demak, ishlaydiganlar uchun bizda nimani ko'rsatadi bu karta? Qat'iy qaror qabul qilasiz, ishni o'zgartirishmi yoki yangi loyiha boshlashmi, mana shunaqa ishga doir qanaqadir qat'iy qaror qabul qilishingizni ko'rsatadi. Demak, qandaydir bir hujjatli ishlaringiz bo'lgan bo'lsa, bu yerda demak hujjatli ishlaringiz hal bo'lishi borligini ko'rsatadi. O'sha ishda deymizmi yoki qandaydir bir dokument bo'yicha dokument ishlaringiz bu yerda hal bo'ladi. Demak, dekabr oyida. Ishsizlar uchun nima deydi? Bizda bu karta demak kutilmagan ish taklifi kelishi bor ekanligini. Imtihon, suhbat, demak o'sha hujjatlar bilan, dokumentatsiya bilan bog'liq ish chiqadi deb ko'rsatadi. Ya'niki bu tuzlarimiz har doim bizda yangi boshlanish. Demak, ko'rishimiz mumkin sizga o'sha yangi yo'nalishdagi yangi professional yo'l kelayotganini ko'ryapmiz. Demak, bu yerda ishsizlar qog'ozbozlik bilan doir ishga kirishi bor ekanligini ko'ryapmiz.
Bu yerda ikkita tuz tushgan, ko'ryapsizmi? Tuzmichi, tuz pentakl. Hayotingizda o'sha yangi davr dekabr oyidan boshlanadi deb ayta olaman. Endi biz salomatligingiz deb ko'radigan bo'lsak, bu yerda tuz pentaklimiz nima deydi? Pluslari. Organizmda demak yangi energiya paydo bo'ladi. Sog'lig'ingiz tiklanadi. Bu yerda demak jismonan quvvat ortishi bor deb ko'rsatadi. Minuslari bizda bu kartani ozgina demak belda ozgina charchoq bo'lib qolishi mumkin deb ko'rsatadi. Keyin ovqatlanishni nazorat qilmasangiz bizda tez vazn ko'tarilishi, ya'niki ortiqcha vazn yig'ishingiz bu yerda tezlashadi deb ko'rsatadi. Ya'niki minuslarimiz o'sha ovqatlanish ratsionimizni kuzatmasak, bu yerda ozgina ortiqcha vazn olib qolasiz. Shunga e'tiborliroq bo'ling. Keyin farzand ko'raman, homilador bo'laman deb o'ylab turgan parizod burchi vakillarimiz, tuz pentaklimiz bu mana dar Bo'jiy kartasi hisoblanadi. Ya'niki mana ko'rayotgan bo'lsangiz, osmonda sizga go'yoki hadya berilyapti. Demak, parizod burchi vakillarimiz kim farzandli bo'lmoqchi bo'lsa, dekabr oyida homilador bo'lishingiz mumkin deb bizga kartalar ko'rsatadi. Ya'niki shunga harakat qilayotgan bo'lsangiz, albatta bu yerda demak homilador bo'lasiz, xudo xohlasa. Endi nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Parizod burchi vakillari. Trojka jezl kartamiz tasvirlanibdi. Demak, bizda nimani ko'rsatadi? Haddan tashqari shoshilib reja qilishdan saqlaning. Odamlarni demak va'dasiga ishonib yo'lga chiqib ketmang. Kimdirlar demak chetga otlanayotgan bo'lsa, ularni va'dasiga ishonib bu yerda chetga ketishni o'ylab ko'ring. Har taraflama deb bizga kartalar ogohlantirish beryapti. Demak, o'sha chet bilan bog'liq qandaydir bir holatdan ehtiyot bo'ling. Kimdir demak sizni umid bilan aldashga harakat qiladi. Ya'niki osmon va'dalar berib aldashga urinadi deb ko'rsatadi bizga kartalar. Xo'p, demak bu parizod burchi vakillariga ochilingan rasklad bo'ldi. Yana qaysi mavzular ko'rishni xohlaysizlar? Kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.